Bir kuni Sohibqiron Saroymul xonim tomon maktub yozadi zimdan. Yutqazyapman deb jangda. Javob keladi shunday. Keksa daraxtni kesib, o'rniga nihol eking. Shoh tushunar hammasin, Bibixonim shamasin. Bo'shatib vazirlarni va keksa harbiylarni qo'shinga tayinlaydi navqiron jangchilarni. Va shunda Sohibqiron quyunday kelib Qur'on qit yerni egallaydi. G'alaba oson bo'ladi, dushman yakson bo'ladi. Qanaqa qachon bo'ladi? Darsga xalaqit berma, daftaringni ol, yoz deyman. Men tarixga qiziqmayman. O'qituvchiga gap qaytarma. Xohlaganimni aytaman. Men Kembridjga ketaman. Kuningni ko'rsataman. Mana senga. Endi hayotingiz tamom. Qo'lingni sindiraman. Sen o'g'limni urgan, non berganmiding bir-birda? O'g'lingiz ikki tambal, o'qimagani kamday. Nuqul buzadi darsni, hech bilmaydi hurmatni. Shunga urish shartmi? Uka, qamatib oraymi? O'tirasan, o'nsut. Nima shovqa sinfda? Temirov kelibdi. Assalomu alaykum ustoz. Yoshgina o'qituvchi o'g'ilchani uribdi. Topib keldi bola bechora. Nafas olmadi bir soat. Yuzi qon talash burda, yotibdi больницada. Har militsiyaga berganim yo'q. Unaqa urganim yo'q, sal shapatlab qo'ydim. Shapalog'ingni o'rgildim. Vaziyat oydin. Bundan ko'p yillar oldin o'quvchim bo'lgan chog'ing odam bo'lmaysan degandim. To'g'ri aytgan ekanman. Bu yoqqa yaqinroq dur. Bor endi militsiyaga, yotib ol, больницаga. O'qitganim qayb senga. Urganimiz urashi, so'kkanimiz so'kashi. Yoqsa yoqmasa shu. Yoqmasa olib ket o'sha maktabiga, erkatoy o'g'ilcha. O'qituvchi katta xohlangmi? Erkaligim qilasan. O'g'limni xohlasam, Kembridjda o'qitaman. Amerikaga boradi. Kembridj Londonda, lekin Toshkentda ham bor. Voy, o'zingni ushla, manzilni cho'z bu yoqqa, oboraman o'sha yoqqa. Ja qizdirding ichimni, bu faqat boylar uchunmi? Oylar xalqdan ustunmi? Oyda shoh bormi, dummi? Hunarmand ishchi bog'bon. Kembridj hammaga mezbon. Ingliz tilidan ta'lim. Kerakmas, rahmat muallim. Zo'rlarga yetar qo'lim. Bizda ta'lim bo'lmaydi, o'g'lim chetda o'qiydi. Berilma, ko'rsaqda, o'zing ham senday taxta. Oldin maktabni obod qilsin. O'qiyapti-ku, yana nima qilsin? Gapim qara bu kishini. Bunaqa ikkisini Kembridj ham odam qila olmaydi. Ingliz tilida ham nolmi? O'z tarixini bilmagan, o'zga tilni bilarmi? Iddaosini qara bularni. Kelib olib, karga qilasan, garaki. Tarixdan nima bilasan? O'qimagansan, zig'ircha. Rahmat dey shu odamga, bilim beryapti bolangga. Bolangam yoki shunday g'ofil o'ssinmi senday? Agar zamon ko'tarsa qani, odam qilardim seni. Qani, ket, ko'zimdan daf bo'l. Otangni olib kel ertaga. Yo'q, otang ham sendek laqma. Bobongni olib kel menga. Uzr ustoz, ayibmanda. Qaynab ketibman jinday. Endi go'shti sizniki, suyagi bizniki, shunday. Ota bo'lasa bunday, mana bunga o'ylaginda, o'qinginda bir oy vaqt ikkalanga. To'xta, familiyang nima edi? Temirovman, nima edi? Bugungi muomalangga, narxni ko'targaningga, boshimizga minganingga, mana po bo'lganingga, o'qituvching qadrini bilmaganingga, chet el deganingga baho qo'yaman. Bahoying katta 2. Endi keching mumkin. Ota-onalar o'zgardi. O'qimasa farzandi aybni o'zidan emas, o'qituvchidan izlaydi. Mayli, ko'nglingga olma. Kasbimiz og'ir. Nafaqaga chiqaman chog'i. Kembridjda tarix yo'qmi?